Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan jazli patir tayyorlashni o'rganamiz. Demak, bizga kerak bo'ladi sut, jaz bor, ozroq jazm bor, uni olib oldim. Un, tuz, dro'ja va ozgina iliq suv. Xohishingizga qarab o'zingiz solasiz sutni. Menda sut bor edi, iliq qilib qizdirib oldim. Buni solib olaman. Keyin bunga ozginagina iliq suv aralashtirib olaman. Endi bitta choy qoshig'ida tuz, choy qoshig'ida tuzni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bunga unni solib, yumshoqqina xamir qilib olamiz. Endi mana shunday unni ozroq aralashtirib oldim. Endi buni ustiga eritilgan qo'y yog'im bor edi, o'shandan ozgina solib olaman. Solib oldim bir piyolada. Endi bundan yumshoqqina xamir qilib olaman. Mana shu holatda bitta qoshiqchada dro'ja solib olamiz. Mana xamirimizni ustiga jazlarimizni solib oldik. Endi buni xamirimizga aralashib ketguncha yaxshilab mushlab olamiz. Stolimizga olamizda mana shu ko'rinishda xamirimizni yaxshilab mushlab olamiz. Mana jazlari xamirimiz oralariga kirib ketdi. Endi buni bitta zuvolacha qilamizda 10 minutga tindirib qo'yamiz. Mana xamirimizni chiroyli qilib duxovkamiz listiga mana shu ko'rinishda qalinligini mana shunday qilib yasab oldik. Endi buni girdilari yana chiroyli bo'lib pishishi uchun kichkinagina pichoqcham bilan mana shu ko'rinishda fason qilib chiqaman. Mana obunachilarimiz girdini mana shu ko'rinishda qilib oldik. Endi yanada oralariga havo kirib singa bo'lib pishishi uchun vilka yordamida vilkalab olamiz o'rtalarini. Mana shunday qilib tayyor bo'ldi. Endi bunga gulcha qilib sedanalidan sepib chiqamiz. Mana obunachilarim, jazli patirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni 200 gradusda qizdirilgan pechkamizda yarim soat davomida pishirib olamiz. Mana patirimiz chiroyli ko'tarilib, o'sha taglari qizardi. Endi duxovkaga o'zini qizartirishga yuboramiz. Mana obunachilarimiz, patirimiz o'sha pishib tayyor bo'ldi. Mana orqalari ham qarang qanday qizil bo'lib pishgan. Endi buni ta'mini ko'ramiz. Mana keyin ushatib oldik. Mana qarang, ichidagi jazchalari. Mana ichidagi jazchalari bilan yumshoqqina bo'lib. Qarang. Usti qarsildoq, mana ustilari qarsildoq va ichlari yumshoqqina patir tayyor bo'ldi.